Men ko'z yumganda. Abduri İzzat Abdurahman. Ölüm inson hayotidagi bir muqarrarlik. Hissiyatliq ham angliq bir odam ölüm tilga elinsa, cho'chmay ham azoblanmay turolmaydi. Men bu odam bo'lganim uchun ölümni o'ylamay qolmayman. Turmushi paravan, teni sog'lom, har kuni baxt beshigida allaylanib yashayotgan odamlarga qaraganda, turmushi g'o'rigul, turli kulfatlar ichida yashayotgan kishilar o'limni ko'parak ham bakarak o'ylasi kerak. Menmi uzoqdan buyon kasallik asortida yashayotganim uchun o'limni o'ylamay ham o'limdan qo'rqmay turolmayman. Gerçi shunda qiynalayotgan, azoblanayotgan bo'lsam-mu, hayotdan baldırlı ümit üzüşni xohlamayman. Şoňlaşqymikin ölümni qancha ko'p o'ylagancha, hayotdan shuncha ko'p zo'q ham lazzat og'im. Barliq go'zalliklarga qiynavog'im. Altundek quyosh nuriga qoqlanavog'im. Gül çiçeklarni qong'ich purvog'im. Kichik bolalarni bag'ashlab, tatliq suyvog'im. Eng suyimlik odamlarimga, hatto zaharxanda, muzchiray, razil odam bo'lsa-mu, qarivog'im. Ishqilib qalbimda, ruhimda, ko'zimda iz qoldirgan har qanday narsani xiyolimga, tasavvurimga, aslimamga singdirib atkim keladi. Bir kuni tashdakdagi gullarimni sug'arg'ash, gül yaproqlarini sug'urib atatdim. Diqqatsizligimdan gulning bir tal g'unchisi uzilib ketdi. Yuragim jig'idi qildi-da, bu g'unchini tashlab etishga ko'zim qiymay, gulning bir jup yaprog'i orsiga qistirib qo'ydim. 3-4 kundan keyin bir mo'jizani bayqadim. Özülüp ketken gülning g'unchisi yaproqlar arsida kulib turibdi. Ko'zim liqqida yoshga to'lib, vujudim larziga keldi. Hayotlik naqadar qimmatlik, ham naqadar go'zal ha. Tova. Mushu kichikkin g'unchimi yaproqlarning muhabbatlik energiyaga erishib, barliq imkoniyat ham fursatdan unumlik foydalanib, po'raklab ichilib, tabiat dunyosidagi oxirgi mas'uliyatini ham majburiyatini ado qildi. Shu xiyollar bilan gullarimga qarab tursam, tuyuqsiz telefon jiringladi. Telefonni elishimga yosh bir yigit mening biror qazoyi qadar yoki peshkaligi yo'liqmaganligimni ansiz so'rab ketdi. Menmi o'zimning tinish amalligimni, mushu qon tozlaydigan kesilimni demaganda, yaxshi ekanligimni degash ko'nglimda. Bu kimdi? deb toza anqiranmagan edim. Yigit, "Izzat-da, meni unutib qolmagansiz? Men 3 yildan beri kitob siplaringizning doimlik o'qirmani Arslan bo'laman. Har qitim kelsam ishkablaringizni surtib, kitoblaringizni ratlab qo'yib ketatdim. Keyin siz belib qilib, shunda xushal bo'lib, men ko'p rahmat aytgan edingiz. Siz bilan kitob to'g'riliq ashu kitob sipingizga o'rindiqda paranglashgan. Biz burun tanishmasakmi, kitob haqidagi paranglar bizni xuddi yaqin qarindoshlardek tuyg'u keltirgan. Unutib qolmagansiz hada?" dedi. Biz birdan ahvollashdik. Arslan oqshom meni o'lib ketib tushib qopti. O'limimdan bakmi azoblanib, tushida yig'lab ketibdi. Hozir hayotligimni bilib, yuragining joyiga tushganligini astoydil ham samimiylik bilan aytib o'tdi. O'zi Jiroq shaharda bo'lsa-mu, o'lib ketmasligimni tilaydigan mushundoq bir oq ko'ngil enimdan minnatdor bo'lib, uningga rahmatimni, tashakkurimni aytib, telefonni qo'ydim. Men o'z ishlarim bilan mashg'ul bo'lg'ash, meni so'ydigan, ham men so'ydigan kishilar uchun texmi obdan yashashim, umidvor bo'lishim, xuddi hiliqi o'zilib ketgan g'unchidek
qimmatlik, cheklik hayotimni ma'nolarga to'ldirib yashashim kerakkan deb o'yladim. Men oiladagi ishlarimni texmi obdan qilishga, texim sifatli qilishga tirishdim. Tamoqlarni tujiplab mehrim bilan etdim. Gullarimni teximi obdan parvish qildim. O'ginayotgan doktorimni teximi zo'q sho'x bilan chaldim. Men o'qishga tashna esil kitoblarni har kuni necha soat to'xtamay o'qidim. Sevimli kishilarimni eshikdan chiqishga bir qitim, eshikdan kirganda bir qitim bag'rimga besib chin quchoqladim. Har kuni ularning eng esil, eng yaxshi taraflarini bir qitim maqtab qo'ydim. Akşamı ular uxlaganda oyoqlarini surtib, tozalab qo'ydim. Külgüm kes qaqaqlab küldüm. Yig'lig'im kelsa ovozimni qo'yib etib, puxadan chiqqicha yig'ladim. Naqshi aytqim kelsa, ba ovozim bilan jo'shqin naqshlarni aytdim. Har kuni meni so'yadigan, ham meni so'ymaydigan kishilardan tatliq tabassumimni ayamadim. Hayat shundoq tatliq davomlashayotgan kunlarning birida men jimmatala o'lib ketdim. O'lim bilan kim qarshilasha oladi deysiz? Luqman hikimdek uzun yashig'im bor deganimga o'limning elchisi hargizmi ma'qul demaydi-da. Biz qachon, qayerda, qandoq o'ladiganimizni bilmaymiz. Elimi yaxshi shu kuni uylarimni pokiz tozlab, kirqatlarimni pokiz yuvib, tamoqlarni tujiplab etib taqib qo'yib, munchiq tushib, ratlik kiyinib, yengil qadamlarim bilan tabiat go'zalliklaridan huzurlang'ach doktorxonaga qon tozlat qilib piyoda borgan edim. Yo'lda mang'ash, bolalarım, erim uyga kirsa, illiq, pokiz uydan, pokiz yuyilib, ratlik yeyilgan kirlardan, qazandagi mazalik polodan huzurlanadi. Doktorxonaga menishdan burun qilgan bu ishlarim ularni chuqum xushal qiladi ham suyundiradi. Chunki men hamisha hayot chig'imda ularga ko'proq xizmat qilib bilishim kerak. Men ketgandan keyin u ishlarni ular o'zlari qilishga majbur bo'ladi deb o'yladim. Rahat tuyg'ular ichida doktorxonaga keldim. Shu kuni qon tozlash uyiga kirib, kiyimlarimni yangishlab, karvatga chiqib yotdim. Bo'ynimdagi qon tozlash shlankasini apparatga chetib bo'lgandan keyin, odatim bo'yicha somkamdan kitobni ilib, o'qishga boshladim. Men haftada 3 qitim qon tozlatadigan bo'lg'ashqa, bu 14 soat vaqtni kitob o'qiydigan oltin vaqt deb biletdim. Har qitimqi qon tozlaydigan bu 4 soatda kitob o'qimay chidamaydim. Kitob o'qish hayotimdagi eng ko'ngillik ish. Kitob o'qiyotib qanchalik vaqt o'tdikin ko'zim xiralashdi. Asta qarang'ulashdi. Sestra doktorlarning chiroyini farq etolmay qoldim. Ularning ovozi qarang-gurung anglanib tursimi, nima deyishayotganligini anqaramadim. Sal ko'nglim erishganligini, muzdek tarlayotganimni, nafsim siqilib, havo yetishmayotganligini, butun badanimning bo'shab, bo'shliqda bulutdek laylayotganligini, qo'llarimning, badanimning hech qanday bir yerining menga bo'ysunmayotganligini his qildim. Menda bundaq ahvol burunmi ko'rilgachga, doktorlar qon bismimning tuvalab ketganligini aytib, meni tezlik qutuldirib olgan. Bu qitimmi balkim shundoq bo'lgandi deganlarni xiyol qilishqimi ahvolim yor bermadi. Doktorlarning baklichi delishayotganligini, qon bismi bektuvan, faqat o'rlamayotidi deyishganini xira-xira angladim. Bag'ansir muzlab ketyapman. Putimning uchidan boshlab muslab, badanimning yuqoriga o'rlayotganligini sezayapman.
Ko'zimni ochib odamlarni yana bir ko'rib oldim. Doktorlarning dezinfeksiya dorisining kuchli puruqini bakrak purib oldim. Dariza sirtidagi daraxtlarning yaproqlariga yana bir qarab oldim. Qushqashlarning sayrashlarini yana bir qitim anglab oldim bo'lsa-mu, majolim yetmadi. Bir qitim qiynib nafas elib olishqimi ulguramadim. Pat-patlı söyümlük erimge. Navadı bir günü etdigende məngülük uyquq kessem. Ölüp ketkenimni bilip qalsınız. Herkes mi çidileşmem? Ah bah, allı toğu kötürüp, əsret çekip mi ketmem? Aldı bilen, qalaymıqan çaşlarım, hem kiyimlerimni rətlik tüzəştirip, çıraylık yatqısıp koyum. Andın öyləni rətlik saramjallaştırıp, pakiz, yarışımlıq kostyum burulkınızını, qardek pakiz köynəklərinizini, badam doppığınızını, paqırab turduğan xurum ayqınızını kiyim. Saqalınızını pakiz elip, ballarını çöçtüp etmey, avaylap oyğutup, birge olturup, obdan naştı qilib, iki oğlumuzni mu özünüzdek kiyindirip bulup, andın özünüzni to'xtatib, apanglar qaytdi, məngülük uyquga ketdi. Ballarım xuddi uyga kelgan mehmonlar uylarga ketdi degan gapni anglayotgandek his qilsin. Meni tinish uzatib qo'ying. O'limimdan 3 oy o'tib, mehribon, vafodor bir mazlumni qoida usulimiz bo'yicha nikohingizga e'lon. Teximi obdan yashsangiz, men xushal bo'laman, deb tapilaydim. Bundaq chog'larda erim, bugun tushing buzilib qopdimi? Bundaq tushlarni ko'migina odamni qiynab deydi. Yana necha kunlardan keyin yiliq gapni yana toplasam, ma'qul, sen yaxshi ko'radigan atlas ko'ynagingni kiydirib, qishingga o'sma qo'yib, chochlaringni 2 tal o'rib, qo'lig'ingga atir gul qistirib, gilam doppangni kiydirib, safada o'ltirg'izib qo'yib, ballarim bilan qo'limizga gullarni tutib hozir ochimiz. Endi xush bo'lgansan. Endi bundaq gaplarni qilg'ichi bo'lma. deb achchiqlaydi. Bu shahardagi hamma doktorxonada to'li yetib ketganim uchun doktorxonalarda ko'z mungiz pardasiga tashna bo'layotgan, hayotiy xavf ichida qolgan, ammo ko'chirilgan a'zo bo'lmaganlikdan vaqtsiz o'lib ketayotganlarni ko'p ko'ginim, ham men shularning ishidagi börek almashtirish operatsiyasiga muhtoj bir bemor bo'lganim uchun, agar menga börek almashtirish nasib bo'lmayli o'lib ketsam, barliq kerakli a'zolarim bilan boshqalarni davomli yashashga, qayta hayotlikqa ega qilishga tirishaman. Buningga qo'shilishingizni umid qilaman dedim. Erim menga hayronlik bilan qarab turib ketgandan keyin, talabingga qo'shilsam xushal bo'lamsan. Sen rostli shundoq qilamsan. Sen rostli shundoq qilmoqchimi? Sening rostli shundoq orzuying bormi? deb ko'zlariga yosh elib, jimit qarab ketdi. Adam o'lgandan keyingi 6 soat ichida elingan organizm bilan bir necha odamni qayta hayotga erishtiradi ekan. Men 2 yil burun orzuyimdan doktorxonanimi ham Qizil Kirist jamiyatini xabarlantirib qo'ygan. Ko'zim shimolib, tanag'im to'xtaganda, erim orzuyimga rozilik berib hujjatga qo'l qo'ygandan keyin doktorlar bir jup börkimdan boshqa a'zolarimni elib, darhalla bir necha jonni qutqizib oldi. Ashu a'zolarim yanala hayotlik uchun boshqalarning tenida xizmat qilishga boshladi. Garchi men o'lib ketgan bo'lsam-mu, ashu a'zolarim yana bir necha jonni qayta hayotlikka erishtirdi. Navoda börkim saq bo'lgan bo'lsa, yana 2 odamni hayotlikka ega qila oladi.
Afsus, bir cüp börüküm jigilib, qo'rilib butunlay xizmatdan to'xtag'achqa 5 yildan buyon bir qitimmi siyib baxmadim. Chunki böreklarim badanimdagi suydikni sirtqa haydab chiqarish roldan qag'ashqa, suydik kislotasi badanimda yig'ilib qoladi. Men bu axlatlarni sun'iy usulda, ya'ni haftada 3 qitim, har qitimda 4 soatdan qon tozlatish orqali hayotimni saqlab keldim. 5 yil qon tozlatib, bak charchidim. Söyümlük, qadrli kishilarimni og'icha charchatdim. O'zim bilan tang ularni qiynadim. Men hamisha ularni azoblanmasin deb xushaldek bo'lib olsammi, yana bir yerlarimdagi qayg'u o'zini oshkorlab turdi. Osmondan lapildab tushayotgan qordek bu dunyodagi qisqagina hayotimni oxirlashtirib, qor kabi asta erib tugidim. Ko'zdagi bir tal yopirmoqdek lapildab zaminga tushib, bag'ri illiq zaminning qo'ynida abadiy uxlayman. Endi tuzuk qabrami bo'lmaydi. Qabrining menga nima keragi? Zaminni tarlashtirib boyliqlarni isrof qilg'im yo'q. Meni yot atkisi bola aslab qo'ysili kifoya. Meni yot atkisi bola mahallasiga biratal ko'chat tikib va yoki bo'lsa uyda birar tashtak gul o'stirib va yoki birar parcha yaxshi kitob o'qib qo'ysa, yoki birar mushuk yoki bo'lmasa beliq beqib qo'ysili bo'ldi. Chunki bu men eng yaxshi ko'radigan ishlar. Gap men ko'z yumganda bo'lsammi, o'zimni jahondagi eng baxtli odamlar qatorida sanayman. Chunki men so'yildim, beg'ishladim va erishdim. Qadrladim ham qadrlandim.